Assalomu alaykum. Hozir Avstriyaning Vena shahrida biz Avstriyadagi chiqindilar muammosi bartaraf qilingan. 100% bu yerda hamma chiqindilar qayta ishlanadi va aholi chiqindilarni saralashga o'rgatgan. Mana bu chiqindi qutisi asosan matolarga mo'ljallangan. Ketamiz. Bu chiqindi qutisi organika, ya'ni turli xil po'choqlar, oziq-ovqat qoldiqlariga mo'ljallangan. Bu esa chiqindi qutisi asosan shishaga mo'ljallangan. E'tibor bersangiz, bu yerda ikkita quti turibdi. Bittasi rangsiz shishalar uchun, bittasi esa rangli shishalar uchun. Plastik uchun esa alohida chiqindi qo'yilgan. Mana alohida chiqindi qutisi. Bu yerda turli xil qadoqlar va plastik idishlar uchun mo'ljallangan. Bu yerga aralashtirishmaydi. Aynan aholi qaysi turdagi bo'ladigan bo'lsa, o'sha plastik turlarni tashlashadi. Va oxirgisi bu chiqindi qutisi esa chekuvchilar uchun aynan shu sigaret qoldiqlarini mana shu chiqindi qutisiga tashlashadi. Nima uchun bu narsani O'zbekistonda qilmaslik kerak? Yana bitta avstriyaliklarning juda ham katta madaniyat egasi ekanligini bilish uchun mana shu chiqindi qutiga e'tibor beramiz. Bu yerda rangli shishalar tashlanadi va soat 6 dan soat 10 gacha tashlash mumkin xolos. Chunki odamlarni taqir-tuquri, odamlarni dam olishiga xalaqit bermasligi uchun. Demak, bu yerda odamlarni huquqlari, inson huquqlari ham juda ham qadrlanadi.